Deyarli 1 yil oldin katta seminar qilib, rahbar va boshqaruvchilar bilan xodimlarni boshqarish haqida gaplashgandik. Menda ko'proq kommunikatsiyaga bog'liq joylarda og'riqlarimiz bor, o'sha joyga insight olyapman. Olmagan bilimlarimni mana shu 3-4 soatlik master-klassni уже yarmidan juda ko'p bilimlar oldim. To'g'risini aytaman, qiymati, qadri o'sha o'qigan kurslarim bilan deyarli bir xil. Yuqori darajada bo'lyapti master-klass. Sababi Dildoraning bilimlariga juda ham katta ishonch bildirganligim uchun hamma ishimni tashlab keldim. O'zbekistonda HR bo'yicha eng zo'r mutaxassis deb men Dildorani bilaman va tan olaman. Master-klass xodimlarni boshqaruvi haqida juda ham ko'p insightlar beryapti, manfaatli. Albatta, keyingi dasturlarda ishtirok etishni tavsiya qilaman ko'pchilikka. Keyingi ishlarimda yordam bo'ladigan ma'lumotlar bo'lyapti. Biznesi bor bo'lgan, rahbar bo'lmoqchi bo'lgan har bir mana shu biznes yo'lidagi odamga men tavsiya qilaman. Mana yana o'z bilimlarim va tajribam bilan bo'lish uchun seminar tashkil etyapmiz. Ushbu seminarda biz qanaqa qilib kuchli jamoani yig'ishi va eng muhimi samarali boshqarish haqida gaplashamiz. 13-aprel kuni kuchli va sodiq jamoa qurish formulasi offline seminarimga tadbirkor, rahbar va HRlarni taklif qilaman. Seminarda ishtirok etish uchun video tagidagi havolaga bosing va hozir ro'yxatdan o'ting.